Assalomu alaykum o'rtoqlar. Xudo xolasa bu kanalda biznes uchun IT yechimlar haqida gaplashamiz. Ya'ni biznesda qanaqa IT dasturlar bor, ularning nima foydasi bor, qanaqa qilib ishlatgan yaxshiroq, qanaqa ishlatsa to'g'ri bo'ladi, nima xatolar qilish mumkin degan mavzularda gaplashamiz. Endi o'sha mavzuni boshlanish nuqtasi sifatida xudo xolasa bugun o'zi qanaqa turdagi dasturlar mavjud, dunyoda qanaqani ishlatishadi, bizda nimalar bor degan mavzuni gaplashamiz. Shu mavzuni boshlang'ich nuqtasi sifatida POS, CRM sistema, VMS, ATS, ERP shu singari sistemalar nima degan mavzuni gaplashamiz. Endi ozgina tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsa, IT yechimlarni alifbosi haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib bizda post sistemalar keladi. Post sistema o'zi nima? Uni menimcha katta ehtimol bilan ko'rgansiz hozirgacha. Qaysi supermarketlarga borsangiz, sotuvchi kassirni oldida titillatadigan apparat bo'ladi. O'sha umumiy tizim, o'sha noutbugi, keyin yonida skaner qiladigan apparatlari hammasi birlashtirib post sistema deyiladi. O'zi bu qaydan chiqqan desiz, point of sale, ya'ni sotuv nuqtasi degan ma'noni bildiradi. Post sistema asosan shunaqa savdo shoxobchalariga, shunga o'xshash korxonalarga kerak bo'ladi. Ikkinchi tizim bizda bu CRM tizim. O'zi CRM nima degani desa, Customer Relationship Management, ya'ni mijozlar haqida ma'lumotlarni boshqarish yoki mijozlar bilan aloqalarni boshqarish degan ma'noni bildiradi. Bunda o'sha mijozlar to'g'risida nima ma'lumot bo'lsa, hammasi shu tizimda saqlanadi. Ya'ni masalan klient bilan nimalarnidir kelishdingizmi, unga aloqador masalan shartnomalar bo'lishi mumkin yoki u bilan telefonda gaplashsangiz, o'sha telefonda gaplashganlaringizni yozuvi yoki bo'lmasam Telegramda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda gaplashgan bo'lsangiz ham o'shalarning polniy istoriyasi turadigan tizim hisoblanadi. Bizdagi keyingi tizim bu ATS yoki IP telefoniya. Bu o'zi bundan oldingi CRM tizimi bilan ko'pincha birga ishlatiladigan tizim hisoblanadi. Ya'ni nima degani esa, o'sha mijozlar bilan hamma qo'ng'iroqlar boshqariladigan tizim. Buni o'sha odatiy biz bilgan sim kartali nomerlardan nima farqi bor desiz, bir vaqtda o'zida ko'proq odam gaplashishi mumkin bitta nomerdan, uni biz keyinchalik marshrut tuzishimiz mumkin. Ya'ni masalan banklarda yoki boshqa joylarga telefon qilganingizda eshitgansiz, assalomu alaykum, men bu kompaniyaga xush kelibsiz, men bu bo'limga bormoqchi bo'lsangiz, ya'ni shu bo'lim bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, birni bosing degan narsalarni ko'p guvoh bo'lgansiz. Xuddi shu narsa IP telefoniya orqali amalga oshiriladi. Bunda aytganimdaki 20 ta odam bo'lsa ham bir vaqtda o'zida shu 78 lik masalan 500 0000 degan nomer orqali ham kiruvchi ham chiquvchi zvonoklar bo'lishi mumkin. Mana endi VMS sistemaga yetib keldik. Bu nima degani esa Warehouse Management System, ya'ni omborni boshqarish tizimi degani. Endi omborda o'zi nima bo'ladi odatda? Masalan, qancha mahsulotimizdan necha pullik yoki bo'lmasam necha dona, necha kilogramm qolgan, keyin ularni kelish sanasi qachon bo'lganu, qachon ularni muddati o'tib qoladi. Shu muddati o'tishidan oldin iloji boricha ertaroq sotib yuborishimiz kerak bo'ladi. Keyin yana qaysi tovarlarimiz yaxshiroq sotilyapti yoki qaysi tovarlarimiz pulimizni muzlatib qo'ydi degan umumiy o'sha ombor bo'yicha analitikalarni olish uchun foydalaniladigan dastur bu. Unda o'sha ko'proq mahsulotlar bilan ishlaydigan korxonalarga mos keladi. Keyingi tizim bizda HRM tizimi. Bu nima degani esa, o'zi Human Resource Management bo'ladi, rashifrovkasi, ya'ni odam kapitalini boshqarish. Ya'ni bizda xodimlarga taalluqli bo'lgan ularning oyliklari, rivojlanish strategiyasi, undan tashqari qachon ta'til olgan, o'zi qachon ishga kelganda buyruqlari bo'lganmi, o'sha hamma xodimlarga aloqador nima bo'ladigan bo'lsa, shu Human Resource Management tizimi orqali boshqariladi. Kompaniyaning yana bitta muhim bo'limi bu moliya bo'limi hisoblanadi. Tilni sayratadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'alvani o'shandasi ham pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. Moliya bo'limida ikkita funksiya bor bilasiz. Bittasi moliya funksiyasi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi buxgalteriya funksiyasi. Shu ikkalasi uchun ham alohida dasturlar bor. Ularni odatda Financial Management System, ya'ni FMS deb nomlashadi. Shu dasturlar ham nisbatan katta o'lchamdagi korxonalarda mashhur. Endi hozirgacha aytib o'tgan hamma dasturlarimizni bitta joyga to'plasa ERP bo'ladi. Ya'ni bu ERP nima degani esa Enterprise Resource Planning, rashifrovkasi
korxona resurslarini rejalashtirish degan ma'noni bildiradi. Endi bu korxona resurslarini boshqarish uchun bizga o'sha post tizimi, CRM, telefoniya, HRM, omborni boshqarish hamma tizimlar kerak bo'ladi. Bu hamma tizimlarni birlashgan va o'zaro bog'liq holda ishlaydigan katta bitta tizimga ERP tizimi deb nomlanadi. Endi ERP tizimlardan butun dunyo bo'yicha SAP yoki bo'lmasam o'zimizda 1S ni ERP programmalari mashhur. ERP bilan biznesdagi dasturlar o'z nihoyasiga yetdi deb o'ylasangiz, adashasiz. Hali bizda dasturlar ko'p, lekin hozirgi bugungi videoda eng oxirgisi bu BI sistemalar, ya'ni rashifrovkasi Business Intelligence deb nomlanadi. Ma'lumotlarni bitta joyga yig'ib turib, ulardan statistikalar olish uchun foydalaniladi. Bu BI sistemada CRM dan ham, VMS dan ham hamma tarafdan ma'lumotlar bitta joyga to'planib turib, keyin raqamlar olinadi, bizga kerakli bo'lgan raqamlar. Va keyin o'sha raqamlar asosida qaror qilinadi. Masalan, bu odam bilan ishlaylikmi, ishlamaylikmi yoki bo'lmasam mahsulotimiz bo'yicha skidka qilaylikmi, qilmaylikmi degan shu kabi biznesdagi muhim yechimlar BI sistemadagi analitikalarga qarab turib aniq bo'ladi. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Bugungi dasturlar bo'yicha qanaqadir fikringiz bo'lsa yozing. Qaysi birlari sizga qiziq, qaysilarini oldin ishlatgansiz, qaysi birini to'liqroq o'rganish, chuqurroq o'rganish qiziq bo'lardi. Biz shunga qarab, xudo xolasa keyingi videolarni yozamiz.